eroziya kuydirilsa, keyinchalik homilador bo'lish qiyin deyishadi. Bu rostmi? Keling, avvalambor eroziya bachadonni qaysi qismida joylashishi haqida ko'rib chiqamiz. Mana ayol kishining organizmini oladigan bo'lsak, bachadonni bo'yin qismi bor. Mana shu bo'yin qismida, demak, shamollash natijasida kelib chiqadi va buni xalq orasida hozirgacha eroziya deb nomlashadi. Mana shu qismda shamollash natijasida paydo bo'ladi. Buni diagnoz qo'yishimiz uchun biz albatta ayol kishini kresloda ko'rikka taklif qilamiz. Ginekologik zerkalolar yordamida, demak, vizual ko'rib qizarishlar yoki bo'lmasam turli xildagi ajralmalar orqali biz tashxislashimiz mumkin. Eroziya bu, demak, xalq orasida hozirgacha qolgan tushuncha hisoblanadi. Bugungi kunga kelib meditsinada bunday diagnoz yo'q, balki bachadon bo'ynini yallig'lanishi, ya'ni servitsit diagnoz qo'yiladi. Sizga ham eroziyani kuydirish kerak deyishganmi? Agar shunday bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videoda sizga to'liq ma'lumot berib o'tamiz.